Assalomu alaykum azizlar. Ushbu kunda tavallud kunini nishonlayotganlar barchalarini tabriklab va shu o'rinda bugungi Shukrona kun sohibi bo'lgan Sherzodbek akani 39 yoshlari bilan tabriklab, umr yo'ldoshlari Oydinoy, o'g'illari Guljigit, qizlari Aysulu va Oyimxon bizga murojaat qildilar. Sherzodbek aka, tug'ilgan kun muborak bo'lsin. Sizga go'zal, barokatli, uzun umr, tan sihatligi, farovon hayot tilayman. Ushbu she'rni farzandlaringizning samimiy tilaklari deb qabul qilasiz. Umrimning javhari davlatim otam. Dillari quyoshdir, mehribon otam. Sizga izdoshdirman abadul abad, shu sabab ko'nglim shod, g'ururim otam. Bu dunyo sinovli, yolg'onchi dunyo. O'tkaydir umrlar misoli daryo. Dugonalarim ko'p bo'lsa-da, ammo bo'lolmas siz kabi dardkashim otam.